Bosh miyada qonlanish buzilganligini uy sharoitida aniqlashni ko'rib chiqamiz. Xo'p, dastlab bemorda asosiy ikkita qo'lda asimetrik holat yuzaga keladi. Ya'ni bitta qo'l pastda va ikkinchi qo'l to'g'ri holatda turgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bemor shikoyat qiladi bitta qo'li uvishayotganligidan va plus oyoq uvishayotganligidan shikoyat qilishi mumkin. Hammada har xil. Ikkinchisi kuchli bosh og'riq paydo bo'ladi to'satdan. Kuchli bosh og'riq bu qon bosimi oshish holatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin albatta va bundan tashqari hech qanaqa sababsiz paydo bo'lish holatlari kuzatilishi mumkin. Keyingisi kuchli bosh aylanish holatlari. Ko'ngil aynib qayt qilish bilan kechadi. Bunda ham albatta bosh miyada qonlanish buzilishining asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Keyingi belgi bu alkashlarga o'xshab dizartriya, ya'ni gapirishda duduqlanish yuzaga keladi. Bemorda, ya'ni kuchli qonlanish buzilganda bosh miyada g'uldira boshlaydi. Gapirishda xuddi alkashlar yoki bo'lmasa boshqa tilida nuqsoni bor insonlarning gapirishi bilan bog'liq holatlar yuzaga kelib boshlaydi. Azizlar, yuqoridagi sanab o'tgan belgilar bu yengil holat emas, jiddiy e'tiborga olinishi kerak bo'lgan holatlar hisoblanadi. Agar siz yoki yaqinlaringizda shu holat kuzatilayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Albatta biz bunga yechim beramiz.